Fotin Fotima Sharofiddin. Ikkinchi qism. Eshik qattiq yopilganidan Fotin o'tirgan joydan sakrab tushdi. Ko'chada yana portlash bo'ldi deb o'yladi. Doliya uyga kirarkan, kitoblarini kirishdagi stulga otdi. Mehmonxonada turgan televizor oldidagi yumshoq divanga o'zini tashladi. "O'qishni yomon ko'raman", dedi nolib Doliya. "Hammasi ahmoq. Hamma o'qituvchilar vazifa beradi. Go'yo uning fani hayotdagi hamma narsadan ustun." Savsan xonim uning to'g'risidagi divanda tirnog'ini olib o'tiribdi. Boshini ko'tarmasdan, "Birinchi salom beradilar", dedi. Doliya onasining gapiga e'tibor bermasdan so'zi davom etdi. "Ishonasizmi? Payshanba kuni tarix va matematikadan imtihon bor ekan. Bizga bugun aytishdi. 2 kunda qanday tayyorlanaman?" Telefon jiringladi. Doliya opasidan oldin telefonni ko'tarish uchun o'rnidan sakrab turdi. "Allo, Majida? Ha, uydaman. Sog'intirib yubording-ku. U yerda nima bor? Tezroq kel, kechikma." Majida muhim gapni aytish uchun ertagacha kuta olmaydi. Doliya telefon go'shagini qo'ygandan keyin ho'l lattani yelkasiga tashlab olgancha chang artayotgan Fotinga qarab, "Hoy Fotin, bir piyola suv olib kel", dedi. Fotinning xayoliga shu on, "Suv ichishga nimaga o'zing turmaysan? Ish qilayotganimni ko'rmayapsanmi? Sen dangasa, bezbet va tannoz qizsan", degan fikrlar keladi. Lekin bu gaplarni aytish o'rniga suv olib kelib, bo'shagan piyolani oshxonaga olib ketish uchun qizning oldida patnis ko'tarib turardi. Doliyaning Fotinga muomala qilishi g'alati. Ayrim vaqtda yaqin dugonasida gaplashadi. Shaxsiy ishlar haqida aytadi. Otasining qattiqqo'lligi, kechasi dugonalari bilan gaplashib o'tirishiga ruxsat bermasligini shikoyat qiladi. Ko'pincha qishloqda o'tgan kunlari va dugonalari haqida so'raydi. Ayrim vaqtlarda xo'jayiniga o'xshab muomala qilib, Fotinni xizmatkordek ko'radi. Shu sababli Fotin unga to'liq ishonmaydi. Yoqtirgani, qo'shni yigit haqida ham, kelajakda shifokor bo'lishi haqida ham so'z ochmaydi. Bo'lmasa Doliya yigit haqidagi sirni hammaga tarqatib yuborishi, shifokor bo'lish orzusini masxara qilishi mumkin. Savsan xonimning ovozi Fotinning fikrlarini bo'ldi. "Ey qiz, pastga tushib, non va 1 kilogramm limon olib kel. Keyin tushlik tayyorla. Janob hozir kelib qoladi." Savsan xonimning "ey qiz" deb chaqirishi Fotinga yoqmaydi. Go'yo o'z ismi bilan chaqirish ularga og'irlik qiladi, yoki bu bilan uni tahqirlamoqchi bo'lisharkan. Do'konga ketayotgan Fotinning xayolidagi shu fikrlar o'tadi. Qaytishda esa dasturxonga nimalar qo'yish haqida o'ylab keladi. Kumush patnisda ismariq somsa tortadi. Keyin guruch, loviya va salatni alohida idishlarga qo'yadi. O'zi ham ochiqab ketdi. Ismariq somsadan olib og'ziga soladi. Oshxonada kimdir bo'lganida somsadan yeya olmas edi. Chunki ular Fotindan qaysidir ma'noda cho'ri bo'lishini kutishar edi. Ochqamaydigan va chanqamaydigan, hammadan oxir uxlaydigan, hammadan keyin ovqatlanadigan cho'ri qiz. Iloji bo'lsa ovqat qilish, idish yuvish, changlarni artib hammaning xohishini bajarish uchun uxlamay chiqadigan xizmatkor bo'lish kerak. Uxlashdan oldin bu ishlarning hammasini qilish kerak bo'lardi. Ertalab turganda tobi yo'q bo'lsa, Savsan xonimga bu haqida ayta olmasligi, "Bugun ish qilgim kelmayapti, charchadim, ko'chaga chiqib biroz aylanib kelmoqchiman" deya olmasligi ham tabiiy edi. Fotin tezda dasturxonni tayyorladi. Bu orada janob Osim ham keldi. Xonasidagi hammomga kirib, qo'lini yuvib chiqdi. Dasturxon boshiga o'tirgach, xotini Doliya va Saharni chaqirdi. Oila dasturxon atrofida jamlandi. Hammaning joyi bor edi. Otaning chap tarafiga ona, o'ng tarafiga Doliya va Sahar o'tirardi. Hamma tanovul qilar. Odatga binoan hech kim hech narsa so'ramasdi. Fotin oshxonaga kirib, Savsan xonim tashlab ketgan yegulikni yolg'iz o'tirib yerdi. Yolg'iz ovqatlanishdan bezovta bo'lmaydi. Aksincha, Bayrutga kelgandan beri yolg'iz ovqatlanishga o'rganib qolgan. Kimdir to'satdan oshxonaga kirib qolsa, ovqatini tugata olmas. Qoshiq ham idish va og'zi orasida o'tirib qolardi. Qaragan odamga kino vaqti to'xtatib qo'yilgan aktyorni eslatib yuborardi. Oshxonada ovqat yerkan, oila a'zolarining so'zlarini noiloj eshitib o'tirardi. "Xonim, Doliya, sen ko'proq salat yeyishing kerak", dedi. "Salat yeyim kelmayapti.
dedi Doliya qisqa qilib. Putin bu gapni eshitib Doliya guruch va loviyani shoshilib yeyapti deb o'yladi. Doliya, nega shoshilasan? Shoshilma. Chaynamasdan yutayapsan. Shunchalik ochmisan? Yo'q ona, darslarim ko'p. Hozir Majida kelib qoladi. Birga dars qilamiz. Bunday ishtiyoq kutilmaganda qayerdan keldi? Dedi onasi biroz masxara aralash. Doliya javob bermadi. Shu orada eshik qo'ng'irog'i chalindi. Eshikni och. Bu Putinga qaratilgan ovoz edi. U hali ovqatini tugatmagandi. Men ochaman, men deb Sahar eshikka qarab yugurdi. Majida kelgan ekan. Hammaga salom berib, alaka olishlarini ham kutmay Doliyaning xonasiga kirib ketdi. Ikki qizning gaplari eshik tirqishdan Putingacha eshitilib turardi. Senga nima bo'ldi? Juda hayajondasan. Meni cho'chitib yubording, dedi Doliya. Hayajon deysanmi? Ey, qanaqa hayajon? Sumkamdagi narsani ko'rsang, rahmat aytib qo'limni o'pasan, dedi Majida. Faqat sharbat berganingdan keyin aytaman. Juda chanqab ketdim. Uydan yugurib kelyapman. Putin, bizga 2 stakan olma sharbat olib keltir, dedi Doliya baland ovozda. Putinni chaqirib. Putin tezda 2 stakan sharbat olib kirdi. Sahar ham xonada Majidaning yonida karavotning chetida o'tirgan ekan. Sahar gap nimada ekanini bilishni istaydi. Opasi bilan dugonasining gaplariga quloq solib kuzatib o'tirishni yaxshi ko'radi. Qanday kiyimlar kiyadi, maktab o'qituvchilari va dugonalar haqida nimalar gaplashishlarga qiziqadi. Lekin oldilariga Saharning kirib o'tirib olaverishi Doliyaga yoqmaydi. Sahar, deb singlisiga baqiradi Doliya. Xonamdan tez chiq, bizning ishlarimizga aralashma. Senga xalaqit qiladigan hech narsa qilmayapman-ku. Shu yerda o'tirging kelyapti, dedi Sahar. Doliya uning qo'ltig'idan olib eshikka yubordi. Chiqarib yuborgach, eshikni qattiq yopib qo'ydi. Sahar yugurib borib, Doliyaning muomalasini onasiga shikoyat qilmoqchi bo'ldi. Lekin ota-onasi dam olish uchun allaqachon xonalariga kirib ketgandi. Sahar mehmonxonadagi Eron gilamga o'tirdi. Opasidan jahli chiqqancha kitobini ochib dars qilishni boshladi. Putin uning xafa bo'lib yolg'iz o'tirganini ko'rib yoniga keldi. Uzun, malla sochini silab tinchlantirdi. Doliya sendan katta, yonida bo'lishingni istamasligi tabiiy, ayniqsa dugonasi bilan o'tirgan bo'lsa, dedi. Menga bunday baqirishi yoqmaydi, dedi Sahar. Uning ishlariga aralashmasang, senga hech qachon baqirmaydi. Darslaringni qila qol, men esa ishlarimni qilishim kerak. Putin idishlarni tozalab, oshxona polini artib qo'ydi. Keyin likopchaga shirinlik qo'yib, Doliyaning xonasi tarafga qarab yurdi. Qarasa, Sahar eshikka quloq tutib gap poylayapti. Majida nimaga kelganini bilmoqchi. Qadam ovozini eshitib, hech kim ko'rmasdan oldin qochib ketishga shaylandi. Lekin Sahar qochib ketishdan oldin Putin unga: "Hoy, shumtaka, nima qilyapsan?" dedi hazar aralash. Sahar uning qulog'iga pichirlab: "Sizga bir sirni aytaman", dedi. Putin Doliyaning xonasiga eshikni taqillatib kirdi. Qo'lidagilarni stol ustiga qo'yib chiqib ketdi. Oshxonada uni Sahar kutib o'tirgan ekan. "Nima bo'ldi, Sahar? Og'zing qulog'ingda-ku", dedi. "Juda muhim gapni eshitib qoldim", dedi Sahar yutunib. "Majidada matematikadan imtihon javoblari bor ekan", deb qo'ydi qo'shimcha qilib. "Yo'q, ishonching komilmi? Hatto eshitgandirsan. Sahar javoblarni u qayerdan oladi?" Hozirgina Doliyaga aytdi. Ramziy o'qituvchilar xonasiga kirgan ekan, ustoz telefonda gaplashib turganidan foydalanib, nusxa ko'chirishga urinibdi. "Juda xatarli gap aytyapsan. Hatto eshitgandirsan." Putin: "Hech ham xato eshitmadim. Doliyaning ham gapini eshitdim. U ham savollarga tayyor javoblarni qo'yib chiqib, imtihonda yolg'on ishlatadi." Putin Doliyaning yolg'on ishlatishini eshitib yoqa ushladi. Axir nima uchun? Bu qizning yegani oldida bo'lsa, tag'in shaharning eng obro'li maktabiga boradi. Bilim olish uchun xohlagancha imkoniyati tayyorlanishi mumkin. Shuncha imkoniyat nima uchun axir? Foydalanmaydimi? Osongina hiyla qilmoqchimi? Putin nima qilishni bilmay turib qoldi. Xonimga aytsa, qizi bu ishdan qaytaradimi? Lekin aytishdan nima naf? Asosan xonimning jahli chiqib, qizini urishib beradi. Ona va qiz orasidagi ishlar jiddiylashib ketadi. Uydagi umumiy vaziyatga ta'siri Putin uchun ham yaxshi emas. Oila a'zolari o'rtasida munosabatlar yomonlashishiga sabab bo'lgani qoladi.
Yoki Doliya bilan gaplashib ko'rsa-chi? Yo'q. Qilayotgan ishi xato ekanini qanday aytadi? Undan katta bo'lmasa, ustiga ustak undan bilimi ham ko'p emas. Biroz o'ylanib turgandan keyin saharga sahar opangni ishlariga aralashmay qo'ya qol. Majida hazillashgan. Bu o'zining o'ylab topgan gapi xolos, dedi.